Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga bugun chorva uchun mo'ljallangan 6,5 kW mis motor va Jigulini maxavigi bilan jihozlangan drabilkalarimizni qisqacha video obzori va narxi bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, ikkalasi hozir bir xil motor qo'yilgan, 6,5 kWlik mis motor qo'yilgan va motorimizning nomi Alfa Grand. Bu motorimizni yaxshi xususiyatlari yonboshida o'zini o'zi отключить qiladigan relesi bor, nagruzkaga plus ekrani bor. O'zini tokni qanchaligini ko'rsatib turadigan va mana bu yerda mana mis deb yozilgan inglizchalar. Xo'p, pichog'iga keladigan bo'lsak, ikki qatorlik Jiguli maxavigga terilgan, kalyonni kuydirilgan segment bilan jihozlangan va 6 ta molotkovoyi bor. Molotkovoylarning vazifasi don yorishdan iborat bo'ladi va xashak samonlarni ham mayinroq qilib beradi. Drabilkamizning balonchalari bor, tortib ketish uchun juda ham qulay. Og'darasiz, sudrab ketaverasiz. Xo'p, soatiga tok yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 200 volt atrofida bo'lsa, 50 ta atrofida press, samon yoki beda press o'tkazadi. Qo'l qirg'u uchun mo'ljallangan. Yana nimasi qoldi? Xo'p, pressni 50 kilo o'tkazdirsa, 50 dona o'tkazsa, donda esa 350 kilo, 400 kilogacha o'tkazadi. Buni men o'zim sinab ko'rmaganman. Odamlardan, xalqdan eshitgan gapimni aytyapman. Ba'zilar 550 kilogacha ham o'tkazyapti deb aytyapti. Xo'p, yana drabilkamizni bu tagidagi aylana qismi asosi qalin listdan qilingan. Mana stenkalarni ko'rib turibsizlar, 1 sm, kami 0,7 listdan bo'ladi. Bu metan kapron balondan yasalgan. Xo'p, oyoqlariga keladigan bo'lsak, oyoqlari ham qalin, stenasi 4,5 listdan qilingan. Juda ham baquvvat holatda. Umumiy og'irligi taxminan 70 kilo atrofida chiqadi va doliga 30-35 kilo atrofida don ketadi. Dumaloq holatda qilingan va to'rtburchak drabilkadan buni qulaylik tarafi, tepa qismi diametri 45 bo'ladigan bo'lsa, pastki qismining diametri 40 sm bo'ladi. Va xashak tashlaganingizda tepasi bilan tagini kattaligi deyarli bir xilligini hisobiga ichiga o'sha samon yoki press nima chiqarsangiz ham tiqilishga uchramasdan kirib ketadi. To'rtburchak bo'lganda tepasi kattalashgandan keyin pasti kichkinalashadi. To'rtburchakdan qulay tarafi buni xullas kirish teshigi katta bo'ladi. To'rtburchakdagi kichkina bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, akalar narxi 2,800,000 so'm chiqyapti. Aslida bundan arzon drabilkalar ham bor, 2,200,000 so'mgacha yasab chiqaryapmiz. Undan arzon variantini yasasak, odamlardan ko'p shikoyat tushadi. Bizning ishxonamiz Jomda, Samarqanddaligi uchun unaqa arzon, sifatsiz tovar ishlab chiqarganimiz yo'q. Sabab bizni yonimizga qaytib kela oladi. Bizdan olgan odam, qara drabilkangning ahvolini yaxshi ish bermayapti deya oladi. Bir marta ko'rib, ikkinchi marta ko'rishmaslikni ilojisi yo'q. Shuni hisobiga ham sifatli motor, sifatli korpus va sifatli pichoq qo'yishga majburmiz. Garchi o'zimiz buni xohlamasak ham, aslida sifatli narsa sotganimiz yaxshi, lekin ko'pchilik buni narxiga qarab olyapti, lekin drabilkani ko'rib, bilib, surishtirib yurgan odamlar buni sifatiga qarab oladiganlar ham bor. Narxi uncha ahamiyatli emas, sifatli narsa olaman deydiganlar ham ko'p. Xo'p, mana bunisi esa bunimizning motori 6,5 kWlik Samara motor. Buni ham o'zini o'zi отключить qiladigan relay bilan jihozlangan. Alyumin bo'ladi bu motorimiz. Bunimizning narxi 2,5 million so'm chiqadi. Narigi drabilkamiz bilan faqat motorida farq qiladi xolos. Va motori misol uchun 3 kW yoki 2 kW qo'yib
pichog'ini maxavik emas, bunaqa bu pichoq ham narxini ko'tarib qo'yadi anchagina. Maxavik emas, oddiy listdan yasalayotgan pichoq qo'yadigan bo'lsak, bu drabilkamizning narxi 2 million 200 minggacha tushadi. Agar korpuslari ham yengillab ketadigan bo'lsa, bunaqa yasalmasdan oyoqlariga ham oddiy turbadan qo'yib yasaydigan bo'lsak, 2 million so'mgacha ham tushadi. Xo'p, menimcha hamma narsasini tushuntirib o'tdim deb o'ylayman. Bu drabilkamiz anchadan berib turgani uchun ozgina ishi bor, chang bosib ketgan, unisiga e'tibor bermaysizlar. Bular yangi pokoleniya bitayotganlari. Va mana drabilkamizning yana bitta narsasi, bu yerga salnik qo'yilgan, suv o'tkazmaslik uchun jihozlangan. Mana yonboshlariga germetiklar qo'yilyapti. Bu aylanayotgan holatda suv o'tkazmaydi, lekin bitta joyda ko'p turib qoladigan bo'lsa, akalar, mana bu yerda shponkani o'rni borligini hisobiga suv o'tkazib yuborish ehtimoli bor. Lekin aylanayotganda tagidan yig'ilgan suv bunga o'tib ketmaydi. Agar savollar bo'lsa, akalar, nomerimizni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Drabilkalarimizni hali yasalmagan variantlari ham ko'p. Mana bu yerda yasab qo'yganmiz. Endi xudo xolasa bularga ham motorlari qo'yilib, sotuvga chiqariladi, продажаga. Tepadagi listlarini ham stenkasi 1.8, 1.7 lik. Xullas 1.5 dan ko'p bo'ladi, katta bo'ladi. Barchaga omad, sog' salomat bo'lasizlar akalar. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Bizning manzilimiz Nurobod tumani Jom qishlog'ida, katta trassani yoqasida. Dostavka xizmatimiz mavjud.